Bugungi mavzumiz ratsional tengsizliklar, IDC ikkinchi qism 4-mavzu. Demak, ratsional tengsizliklardan ishlashdan oldin biz tengsizliklar haqida to'liq tushunchaga ega bo'lgan bo'lishimiz kerak. Va misollar quyidagicha ishlanadi. Misollarga e'tibor beramiz. Birinchi misoldan 5-misolgacha bo'lganlari. X kvadrat 0 dan katta. X ning o'rniga qanday son qo'ysak 0 dan katta bo'ladi? X kvadrat o'zi har doim musbat degani yoki 0 bo'lishi mumkin. Demak, x kvadrat x 0 bo'lsagina 0 ning kvadrati 0, qolgan barcha hollar 0 dan katta. Bu yerda 0 dan 100% katta bo'lsin deganligi uchun nima bo'lishi kerak? 0 ga teng emas bo'lishi kerak. Chunki 0 ga teng bo'lib qolsa 0 katta 0 bo'ladi, tengsizligimiz bajarilmay qoladi. Demak, x 0 ga teng bo'lmasa bo'ldi, barcha holi kiradi. Demak, buning javobi 0 olinmaydi faqat. Minus cheksizlikdan 0 gacha, 0 dan plus cheksizlikgacha. X kvadrat plus 2 0 dan kichkina bo'ladimi? X kvadratning eng kichkina qiymati bu 0, boshqa holda musbat bo'ladi. Demak, buning eng kichkina qiymati bo'lgan taqdirda ham 0 ga 2 ni qo'shsak 0 dan katta bo'ladi. Shuning uchun bu 0 dan nima bo'lmaydi? Kichkina bo'lmaydi. Demak, tengsizligimiz yechimiga ega emas. X kvadrat kichik yoki teng 0. X kvadrat 0 dan kichkina bo'lmaydi hech qachon, chunki daraja musbat, daraja juft musbat bo'ladi. Lekin 0 ga teng bo'lishi mumkin. X teng 0 bitta javob bo'ladi. X teng 0. Boshqa javoblar qanoatlantirilmaydi. Keyingi misollar. X - 2 ning qarz kvadrat katta yoki teng 0. Bu doim 0 dan katta yoki teng. Sababi x o'rniga har qanday qiymat qo'ysak kvadrat musbat bo'lib ketadi. X ning o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak 0 bo'ladi. 0 ga teng bo'lishi mumkin. Demak, har qanday holatda yoki x qarashli yer yoki minus cheksizlikdan cheksizlikgacha yoki cheksiz ko'p degan yechimlar olishimiz mumkin. 5-misolda x plus 3 ning qarz kvadrati katta 0. Qarz kvadrat katta 0 ligini bilamiz, lekin 0 ga teng bo'lib qolishi mumkin. 0 ga teng bo'lgan holatni olmaymiz, bo'ldi. Qolgan barcha holatda 0 dan katta. 0 ga teng bo'ladigan holati esa x plus 3 teng 0, ya'ni x minus 3 bo'lganda. Keyingi misollar ham xuddi shunday ishlanadi. Endi 8-misoldan boshlab 11-chi, 15-misollargacha bo'lgan misollar qanday ishlanadi? Demak, 8-misolda ko'paytma 0 dan kichik yoki teng ekanligini, qaysi oraliqda 0 dan kichik yoki teng bo'lishini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun har bir ko'paytuvchini 0 ga tenglab olamiz. X teng 5 va x teng 7 bo'ladi. Son o'qida 5 va 7 ni qo'yib olamiz. Son o'qini 5 va 7 nuqtalar 3 ta oraliqqa bo'ladi. Birinchi oraliq minus cheksizlikdan 5 gacha, ikkinchi oraliq 5 dan 7 gacha, uchinchi oraliq 7 dan plus cheksizlikgacha bo'lgan oraliq. Bu oraliqlarda tengsizligimiz qanday qiymat qabul qilishini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun minus 8 dan 5 gacha bo'lgan oraliqdagi ixtiyoriy bitta sonni olamiz. Misol uchun 4. 5 ning chap tomonidagi 4. 4 ni x ning o'rniga qo'yib ko'ramiz. 4 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak minus 1, 4 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak minus 3. Minus 1 minus 3 ga ko'paytirsak musbat. Demak, bu oraliqda tengsizligimiz musbat qiymat qabul qiladi. 5 bilan 7 oralig'idagi ixtiyoriy bitta son 6 ni oladigan bo'lsak, 6 dan 5 ni ayirsak plus, 6 dan 7 ni ayirsak minus. Plusga minusni ko'paytirsak minus. Demak, 5 va 7 oralig'imizda tengsizligimiz manfiy qiymat qabul qiladi. 7 dan cheksizlikgacha bo'lgan oraliqda qanday qiymat qabul qilishini topish uchun 8 ni qo'yamiz. X ning o'rniga 8 qo'ysak, 8 dan 5 ni ayirsak plus, 8 dan 7 ni ayirsak ham plus. Ikkita plus ko'paytmasi plus bo'ladi. Demak, bu oraliqda tengsizligimiz musbat qiymat qabul qiladi. Bizdan 0 dan kichik yoki 0 ga teng bo'lgan oraliq so'ralyapti. Shuning uchun manfiy oraliqni olamiz. Manfiy oralig'imiz 5 dan 7 gacha. 5 dan 7 gacha. Endi javobini yozayotganimizda biz 5 va 7 ni to'g'richa qarshi ichiga qo'ydik. Nima uchun? Sababi 5 va 7 nuqtalar tengsizligimizni qanoatlantiradi. Ya'ni x ning o'rniga 5 qo'ysak 0 ga teng bo'ladi, 7 qo'ysak ham 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni teng belgisi bor bo'lganida suratidagi chiqqan x lar to'g'richa qavs ichida bo'ladi. Keyingilari ham shunday. Teng belgisi yo'q bo'lganida esa bu to'g'richa qavs emas, oddiy ochiq qavs bo'ladi. Ya'ni mana bu ko'rinishda. Bu tengsizligimiz xuddi shunday ishlasak 2 va 6 nuqta. Agar x lar chap tomonda tursa, ishoralari ikkita bo'lganida, qarz kvadratlar bo'lmaganida plus minus plus bo'ladi. 0 dan kattasi ikkita cheka oraliq. Minus cheksizlikdan 2 gacha, 2 dan 6 gacha, 6 dan cheksizlikgacha. 2 va 6 oddiy qavs bo'ldi. Sabab mana bu yerda tengsizligimiz qat'iy tengsizlik, noqat'iy tengsizlik, ya'ni teng belgisi bor bo'lganida 2 va 6 to'g'richa qavs bo'lgan bo'lar edi.
Keyingi misollar ham xuddi shunday. 3 talik bo'lsa ham xuddi shunday ishlanadi. 4 talik bo'lsa ham xuddi shunday ishlanadi. Agar tengsizligimizda ishlayotganimizda ba'zi bir x'lar o'ng tomonda, ba'zi bir x'lar chap tomonda bo'lib qolsa, o'zimizga qulay usulga keltirib olishimiz kerak. Yo hammasi o'ng tomonda bo'lsin, yo hammasi chap tomonda bo'lsin. O'zimizga qulay usul. Men o'zimga qulay usullardan biri hammasini chap tomonga o'tkazib olish. Misol 15-misol. 3 - x joyini almashtirish uchun minus chiqaraman. X - 3 bo'ladi. Plus bo'lganda shunday joyini almashtiraman. 1 - x ni joyini almashtirish uchun minus chiqaraman. Plus bo'ladi. Oldidagi minus x - 1 bo'ladi. 4 - x ni joyini almashtirish uchun yana minus chiqaraman. Oldi yana minus bo'ladi. X - 4. Kichik yoki teng nol. Mana bu minusni narigi tomonga bo'lish qilib o'tkazib yuborsam, tengsizlik ishorasi o'zgaradi. Katta yoki teng bo'lib qoladi. Shuni yozib chiqaman. X - 3, x + 5, x - 1, x - 4 katta yoki teng nol bo'ladi. Endi har birini nolga tenglab, x larni son o'qiga joylashtirib chiqaman. Demak, -5, 1, 3, 4. Tengsizligimiz 1, 2, 3, 4, 5 ta oraliqqa bo'lindi. Sizlarga bitta life hack. Agar qaus kvadrat yoki qaus darajasi juft ko'paytuvchilar yo'q bo'lsa, bitta ishorani topamiz va keyingi ishora qarama-qarshisiga o'zgarib ketadi. Qulay bo'lish uchun birni chap tomonda, mana bu oraliqqa tegishli bo'lgan 0 ni olamiz. X ni o'rniga 0 qo'yib chiqadigan bo'lsam, oxirgi ko'paytuvchiga, mana bunga 0 dan 3 ni ayirsak minus, 0 ga 5 plus, minus, minus. 3 ta minus, bitta plus. Bu degani minus degani. Keyingisi plus, keyin minus, keyingisi plus, minus chap tomoni plus bo'ladi. Xuddi shunday plus minus bo'lib o'zgarib ketaveradi. Endi bizda 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Plus oraliqlarini olishimiz kerak. Demak, minus cheksizlikdan minus 5 gacha, 1 dan 3 gacha va 4 dan cheksizlikgacha. Nima uchun 4 burchak qaus qo'yib chiqdim har biriga? Sababi tengsizligimizda noqat'iy tengsizlik, ya'ni teng belgisi bor. Keyingi misollar, bular ko'paytuvchiga tayyor ajratilgan, biz ajratilmagan bo'lsa, keyingi misollarga e'tibor beramiz, biz ajratib chiqishimiz kerak. X kvadrat katta 16. Agar biz x katta plus minus 4 qilib yozadigan bo'lsak, bu xato bo'ladi. Tengsizlikda bunday hisoblanmaydi. Buni qanday ishlaymiz? X kvadrat katta 16, x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarni topishimiz uchun 16 ni chap tomonga ayirish qilib o'tkazamiz va ko'paytuvchilarga ajratamiz. Doim ko'paytuvchilarga ajratamiz. X kvadrat minus 16 ikkita, x minus 4, x plus 4 ko'rinishda ko'paytuvchilarga ajraladi. Buni endi son o'qiga qo'yamiz. Son o'qiga qo'ysak minus 4 4. Plus minus plus bo'ladi. Qachon plus minus plus bo'ladi? X lar chap tomonda turgan bo'lishi kerak. Ikkalasida ham va ikkitalik 3 ta oraliqqa bo'linsa, qaus kvadratlar yo'q bo'lsa, plus minus plus bo'ladi. Keyingilari ham xuddi shunday. 0 dan katta deyilganligi uchun biz faqat 0 dan katta oraliqni olamiz. Minus cheksizlikdan minus 4 gacha va 4 dan cheksizlikgacha. Oddiy qaus qo'ydim, sababi mana bu yerda teng belgisi yo'q bo'lganligi uchun. Xo'p, mana bu ko'rinishdagi tengsizliklarni qanday hisoblaymiz? Minus x ni qausdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, x plus 4 qoladi, katta yoki teng 0. Minusga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x plus 4 kichik yoki teng 0. Alohida 0 ga tenglasak, demak bizda hosil bo'ladi minus 4 0. Ishorasi plus minus plus bo'ladi. 0 dan katta bo'lganligi uchun plus oraliqni olishimiz kerak. Teng belgisi ham bor ekan, demak biz qauslarimiz 4 burchak qaus bo'ladi. Minus cheksizlikdan minus 4 gacha, 0 dan cheksizlikgacha. Keyingi misollarimiz ham xuddi shunday. Agar tengsizligimiz kvadrat tengsizlik bo'ladigan bo'lsa, biz buni xohlasak Viet usulidan, xohlasak diskriminant usulidan ko'paytuvchilarga ajratib olib, keyin hisoblashligimiz kerak. Misol uchun 24-misol x kvadrat plus 5x minus 6 katta 0 tengsizligimiz ko'paytuvchilarga ajralganda Viet usulidan ajratamiz. Qo'shsak minus 5, ko'paytirsak minus 6 bo'ladigan sonlar. X plus 6, x minus 1 katta 0. Xuddi shunday ko'paytuvchiga ajraladi va alohida 0 ga tenglab son o'qiga qo'yamiz. Minus 6 bilan 1 bo'ladi. Demak, ishoralarimiz plus minus plus bo'ladi. 0 dan kattasi plus oralig'i javob minus cheksizlikdan minus 6 gacha, 1 dan cheksizlikgacha. Misollar hammasini ko'paytuvchilarga ajratib hisoblashligimiz kerak. Mana bu 28-da x kub 5x kvadrat minus 6x ekan. Dastavval bu yerda x ni qausdan tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat plus 5x minus 6 katta 0 ko'rinishga keladi. Keyin x kvadrat plus 5x minus 6 ni yana ko'paytuvchiga ajratamiz va x larni topib olamiz.
X plus 1, x minus 6 bo'ladi. Yo'q, x plus 6, x minus 1 bo'lar ekan. 3 ta 0, 1, minus 6. Son o'qiga qo'yamiz. Minus 6, 0, 1. Ishoralarini topib, oraliqqa qo'yib qo'yamiz. Buni o'zlaringiz hisoblab qo'yasizlar. 29-misolga e'tibor beramiz. Kasrli bo'ladigan bo'lsa ham xuddi shu amallar bajarilaveradi. Faqat kasrning mahraji 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Kasrning mahraji 0 ga teng emas deb olamiz. Demak, bu misolni ishlashdan oldin men 4 va x ni joyini almashtirishim kerak. X minus 2 taqsim x minus 4. Joyini almashtirganda minus oldiga chiqaraman. Minusni nari tomonga ko'paytirib yuborganligim uchun kichkina 0 bo'lib qoladi. Endi son o'qiga qo'yaman. X teng 2, x teng emas 4. 2 va 4 nuqtalarini belgilab olaman. Ishorasi bunda ham plus minus plus bo'ladi. 0 dan kichkina bo'lganligi uchun 2 dan 4 gacha. Ikkalasi ham oddiy qavs, sababi bu yerda teng belgisi yo'q. 2 dan 4 gacha bo'lgan oraliq yechim bo'la oladi. Agar teng belgisi bor bo'lganida faqat 2 ga to'rtburchak qavs qo'yardim. 4 ga baribir to'rtburchak qavs qo'ymasdim. Mahrajidan chiqqan x nuqtalarga to'rtburchak qavs qo'ymaymiz. Sababi u nuqta olinadigan bo'lsa, mahraj 0 ga teng bo'ladi. Kasrning mahraji 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Keyingi misollar ham xuddi shunday. 35-misolga e'tibor beraylik. Bu yerda har birini 0 ga tenglasak, men birdaniga chizib ketaveraman. Minus 5, minus 1 va mana bu 3, bu esa 1 taqsim 2. Demak, avval 1 taqsim 2 keladi, so'ngra 3 keladi. Demak, ixtiyoriy bitta nuqtani olib, tengsizligimizga qo'yib ko'ramiz. Mana bu yerda 0 bor. 0 ni qo'yadigan bo'lsak, plus plus minus minus. 2 dan minus bo'lsa, plus bo'lib ketadi. Keyingi ishoralar almashib ketadi. 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Demak, plus oraliqlar. Endi qarang. Tepadan chiqqan nuqtalar teng belgisi bor bo'lganligi uchun to'rtburchak qavs bo'ladi. Pastdan chiqqan nuqtalar oddiy qavs bo'ladi. Demak, bu yerda minus 5 bilan minus 1 to'rtburchak qavs. Minus 8 dan minus 5 gacha to'rtburchak qavs. Minus 1 dan 1 taqsim 2 oddiy qavs va 3 dan cheksizgacha 3 ham oddiy qavs bo'ladi. Bu yechimimiz hisoblanadi. Mahraji o'zida turgan bo'lsa ham xuddi shunday. 37-misolga, 38, 39, 40-misollarga e'tibor beramiz. Bu yerda yuqorisi ham, pastsi ham kvadrat tengsizlik. Bunda nima qilishimiz kerak? Yuqorini ham, pastki qismini ham ko'paytuvchiga ajratishimiz kerak. Viet usuli bo'yicha yoki diskriminant usuli bo'yicha. Tepani minusga bo'lib yuboradigan bo'lsam, x kvadrat minus 5x minus 6 taqsim x kvadrat minus 7x plus 12 minusga bo'lib yuborganligim uchun katta yoki teng 0 bo'ladi. Endi tepani ko'paytuvchiga ajratamiz. Qo'shsak 5, ko'paytirsak minus 6. X minus 6, x plus 1. Past qo'shsak 7, ko'paytirsak 12. 3 bilan 4, shuning uchun x minus 3, x minus 4. Katta yoki teng 0. Bu boyagi tengsizliklarga o'xshab qoldi. Buni o'zimiz hisoblab qo'yamiz. Birdan keyingi misollar, xuddi shunday misollar, faqat bu yerda shart kiritilyapti. Ya'ni uning eng kichik qiymati yoki eng katta qiymati, eng kichik musbat, eng natural yechimi. Bu yerda 41 ga e'tibor beramiz. X plus 1 ning qavs kvadrat katta 0. Tengsizlikning eng kichik natural yechimini toping. O'zi tengsizligimiz yechimi nima bo'ladi? 0 dan doim katta bo'ladi. 0 ga teng bo'lib qolmasligi kerak. 0 ga teng bo'ladigan bitta qiymati bor, x teng emas, minus 1. Ya'ni x teng minus 1 bo'lib qolsa bu 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun x minus 1 ga teng emas. Qolgan hammasiga teng. Yechimi minus 8likdan minus 1 gacha, minus 1 dan plus 8likgacha. Eng kichik natural yechim, eng kichik natural son bo'ladi. Bu 1. Xuddi shunday shart kiritiladi. Keyingilarda ham tengsizligimiz yechimini topamiz, hammasini ishlaymiz. Keyin uni butun yechimlar yig'indisi so'ralsa, butun yechimlar yig'indisini, agar manfiy butun yechimlar sonini so'rasa, manfiy butun yechimlar sonini topib qo'yamiz. Bu muammo bo'lmasligi kerak. Xo'p, bo'lmasa bittasini ishlab ko'ramiz. Mana bu yerda 50-misolda x kvadrat plus 7x plus 12 x kvadrat plus x minus 2 kichkina 0 tengsizlik yechimi bo'ladigan oraliqlar uzunliklari yig'indisi so'ralyapti. Demak, biz misolimizni yechimini topishimiz kerak. Buning uchun ko'paytuvchilarga ajratamiz. Qo'shsak minus 7, ko'paytirsak 12. X plus 3, x plus 4. Pastki qismi x plus 2, x minus 1. Kichkina 0. Son o'qiga joylashtiramiz. Minus 4, minus 3, minus 2, 1. Demak, 0 ni qo'yadigan bo'lsak, bitta minus bo'lib ketadi.
ishoralar almashadi albatta. 0 dan kichkinasi -4 dan -3 gacha. -2 dan 1 gacha. Xo'p, oraliqlar uzunliklar yig'indisi uzunlik musbat bo'ladi. -4 bilan -3 ning oralig'i 1 ga teng, -2 bilan 1 ning oralig'i esa 3 ga teng. 1 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 4 birlik uzunlikka ega bo'ladi. 51 dan keyingi misollar hammasi avval ko'paytuvchiga ajralib, keyin oraliqqa qo'yiladigan misollar. 51, 52, 53, 54 misol, 54 misol. Demak, minusga bo'lib yuboramiz avval. 3x kvadrat minus 7x plus 5 katta 0 bo'ladi. Endi buni Viet usuliga qo'ysak biroz noqulay bo'ladi. Buni qaysi usulga qo'yamiz? Al-Xorazmiy usuliga qo'ysak qanday? Al-Xorazmiy usuliga qo'ysak buning uchun nima qilamiz? A ni c ga ko'paytiramiz. To'g'ri. X kvadrat minus 7x plus 15 katta 0. Bizda shunaqalar bormi? Xo'p, qo'shsak 7 ko'paytirsak 15. 5-2mi? 5-3mi? 5-3 qo'yaydi. Xo'p, diskriminantni tekshirishimiz kerak ekan. Diskriminantni tekshiramiz. Diskriminant manfiyga o'xshayapti. Diskriminant -7 ning kvadrat 49 ayrilgan 4 kara 15. 49 dan 15 narsa 4 kara 15 60 ha? 49 dan 60 narsak manfiymi? Xo'p, diskriminant manfiy bo'lsa nima bo'lar edi? -11. Demak, diskriminant manfiy bo'lsa u ko'paytuvchiga ajralmaydi. Tengsizligimiz yo yechimi yo'q bo'ladi, yo cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Buni aniqlashligimiz uchun diskriminant manfiy bo'lgandan keyin x ning o'rniga ixtiyoriy bir qiymat berishimiz kerak. Eng qulayi 0. Agar x ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, 3 kara 0, 7 kara 0, 0, 0 ga 5 qo'ysak 5. 5 0 dan katta. To'g'rimi? Tengsizligimiz, mana shu tengsizligimiz bajarilsa, bu cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Ya'ni minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Bu degani x ning o'rniga xohlagan son qo'ysak, bu tengsizlik bajariladi degan. Agar mana shu tengsizligimiz o'rinli bo'lmasa, bo'shliq bilan bo'ladi. Demak, bu yerdagi misollar diskriminant manfiy bo'ladigan misollarga o'xshayapti. 56-misolga e'tibor beramiz. Yuqorisi diskriminanti manfiy. Diskriminanti manfiy bo'ldi, x ning o'rniga 0 qo'yib ko'ramiz. Demak, yuqori qismi musbat. Yuqori qismi musbat, ammo tengsizligimiz umumiy 0 dan katta bo'lishi kerak. Mahraj qismi nima bo'lishi kerak? 0 dan katta bo'lishi uchun mahraj qismi ham musbat bo'lishi kerak. Sababi musbatni musbatga bo'lsak 0 dan katta bo'ladi. Agar musbatni manfiyga bo'lsak 0 dan kichkina bo'lib qoladi. Shuning uchun pastki qismi musbat bo'lishga majbur. Ya'ni pastki qismda turgan x - 2 0 dan katta bo'lishga majbur. Shunda nima bo'ladi? X katta 2 dan. 2 dan cheksizlikgacha bo'ladi. Keyingi misollarimiz ham xuddi shunday. 57-misolimiz. Yuqori qismi x + 3, pastki qismi diskriminanti manfiy. Albatta diskriminantni tekshirib ko'ringlar. Pastki qismi diskriminant manfiy, x ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak musbat. Pastki qismi musbat bo'lyapti. 0 dan kichkina bo'lish uchun yuqori qismi nima bo'lishi kerak? Manfiy bo'lishi kerak. Chunki minusni plusga bo'lsak 0 dan kichkina bo'ladi. Agar yuqori qismi musbat bo'ladigan bo'lsa 0 dan katta bo'ladi. Demak, x + 3 0 dan kichkina bo'lishi kerak. X kichkina -3. Bu degani -3 ning chap tomoni. Minus cheksizlikdan -3 gacha degan. Agar shu tengsizligimizda shart bo'lsa, mana shu tengsizligimizda yechimi bo'ladigan x ning eng katta qiymatini toping deydigan bo'lsa, biz nechini olamiz? -4 ni olamiz. -4 eng katta butun yechim. Xuddi shunday 58-misolimizda tengsizligimiz pastki qismi menga diskriminant 0 dan kichkinadek ko'rinyapti. Buni hisoblab ko'rishimiz kerak. 49 dan 72 narsak manfiy. Demak, diskriminant manfiy, yechimga ega yo ega emasligini tekshirish uchun x ning o'rniga 0 qo'yamiz. 18 musbat, yuqori qismi manfiy bo'lishi kerak. Yuqori qismi x kvadrat minus 3x plus 2 0 dan kichkina yoki teng bo'lishi kerak. Buni o'zini ishlab qo'yamiz. Ko'paytuvchiga ajratamiz x minus 2, x minus 1 0 dan kichkina yoki teng bo'lsa 1 u 2 ishoralarni topishimiz kerak. Plus minus plus 0 dan kichkina yoki teng 1 dan 2 gacha bo'lgan oraliq. Xuddi shunday avval diskriminant tekshirishimiz kerak bo'ladi. 61 dan keyingi misollarga e'tibor bering. Biz bu tenglama bo'lganida proporsiya qilib tenglamani yechimini topishimiz mumkin bo'lardi. Lekin bu tenglama emas, tengsizlik. Tengsizlikda proporsiya qila olmaymiz. Sababi mana bu x ni narigi tomonga ko'paytirishdan oldin buni yo musbat yo manfiy ekanligini bilishimiz kerak. Nega bilishimiz kerak? Agar musbat bo'lsa tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi, manfiy bo'lsa o'zgaradi. Bila olmaymizmi? Demak, proporsiya qila olmaymiz. Unda nima qilamiz? Unda mana bu birni chap tomonga o'tkazamiz ayirish qilib. 4 taqsim x minus 1 katta 0 bo'ladi. Keyin umumiy mahraj beramiz. 4 minus x taqsim x katta 0. Yuqori qismdan minus chiqarib bo'lib olsak, x minus 4 taqsim x kichkina 0.
Buni son o'qiga qo'yamiz. 0 4 0 ga teng emas 4. Plus minus plus bo'ladi. 0 dan kichkina oraliq 0 dan 4 gacha. Demak, tengsizligimiz yechimi 0 dan 4 gacha. Tengsizlikni qanoatlantiradigan nechta butun son bor desa nima qilamiz? Nechta butun son bor? 1 2 3. Yig'indisini so'rasa, yig'indisini, ko'paytmasini so'rasa, ko'paytmas. Keyingi misollari ham xuddi shunday umumiy makraj berib hisoblanadi. Bundan keyingi misollar ham shunday. Demak, bu birinchi qism, mavzuning ikkinchi qismini keyin davom etamiz.